Jaziramada organizmni qanday himoyalash lozim? Jazirama ob-havoda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi bu borada muhim tavsiyalarni berdi. Jazirama kunlari kunning eng issiq vaqti soat 12:00 dan 16:00 gacha iloji boricha yopiq binolar yoki salqin joylarda bo'lish tavsiya etiladi. Shuningdek, uy sharoitida salqinlikni ta'minlash ham muhim. Masalan, kunduzi quyosh tushadigan tomondagi derazalarni yopiq holda saqlash. Kechasi havo salqinlashganda derazalarni ochib, xonalarni shamollatish kerak. Jaziramada to'g'ri kiyim tanlash ham muhim. Yengil, keng bichimli, havoni yaxshi o'tkazadigan tabiiy matolardan, paxtadan tikilgan liboslarni kiyish tavsiya etiladi. Ko'chaga chiqqanda keng soyabonli bosh kiyim kiyish va quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak taqish shart. Boshni quyosh nuridan asrash juda muhim, chunki bosh miyaning qizib ketishi tezda issiq urishiga olib kelishi mumkin. Kun davomida tez-tez salqin dush yoki vanna qabul qilish tana haroratini pasaytirishga yordam beradi. Ammo juda sovuq suvdan foydalanmaslik kerak, chunki haroratning keskin o'zgarishi organizm uchun stress bo'lishi va hatto pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Shuningdek, issiqda og'ir jismoniy mehnat yoki sport bilan shug'ullanish, suvsizlanish, silla qurishi va oftob urish xavfini sezilarli darajada oshiradi.